Mana Qo'qondagi Dream House. Dream House'da ikkinchi etajda mana montaj ishlarini qildik. Santexnik ishlarini, suvlar tortib, kanalizatsiyalarni tortib, suv sho'rchiklarini ishtagiga qo'ydik. Mana bu kiraverish. Mana eshik tagiga zigzag uslubida topli palto qo'ydik. Mana eshik tagiga sho'rchikni olib kelib qo'ydik. Mabodo kelib tekshirib qolsa, mana eshikdan ko'rib ketaverar. Ochib. Sekin mana koridordan kirib, mana bu yer hol. Mana bu yerimiz hammom. Hammomni ham zigzag uslubida to'qidik. Mana bu rakvina bo'ldi. Keng katta rakvina qo'yilsa bo'laveradi mebellik. Ro'paraga kir mashina. U ro'paraga chashagan qo'yiladi, o'shaning uchun mana Penaplex 2 qavat qilib ustiga qo'yib qo'yildi. Bu tomonida mana vanna qo'yiladi. Issiq suv, sovuq suvlar keldi. Kanalizatsiya montajlar, mana trapga. Hop, ro'paramizda детский spalniy. Spalniga joy bo'ldi, mana bu yerdan ulitka uslubida to'qildi. Mana bu взрослый spalniy. Bu ham ulitka uslubida to'qildi mana. Решение. Mana devor tagini batareya yo'qligini hisobiga 10 santimetrdan 3 qator to'qib yubordik, чтобы yoqda issiqroq devorga mana terlashdan anaqasini oldini oladi. Mana devor teshib, oshxonadan kotelniy bor, kotelniydan olib keldik. Mana bu oshxonamiz. Oshxonamizga buni ekspert kotelni ustanovka qildik. 200 kvadrat metrga 20 talik. Mana 1,5 atmosfera bosimda turibdi. Buni ishlatib ko'rdik. Ishlash faoliyati zo'r. Podacha. Bunisi podachasi mana, bunisi obratga. Bu kotelga, mana отопление sistemi topli pollarga. Bu sovuq suv. Mana sovuq suv. Bunisi issiq suv. Oshxonaga yana joy tashab ketildi. Rak moykaga. Mikserning sistemi qo'yildi mana. Kollektor. Vater bironiki. Kotel 80 gradusga qo'yib qo'ysa ham 35 gradus 40 gradusdan oshmaydi. Hozir mana 22 gradus issiqlikda turibdi ekan. Har bitta xonalarni mana belgilab qo'ydik. Взрослый spalniy, oshxona, hol, koridor, dush, детский spalniy. Xudo xolasa, mana montajlarimiz bo'ldi. Hamma yoq zo'r. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol xizmatdamiz Santexnik Shodjon xizmatda. Bemalol svязga chiqaverasizlar. Savollar bo'lsa javoblar qaytaramiz. Hammaning ishlariga omad. Rahmat.